Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, aka-ukalar. Bugun biz Farg'ona viloyati Farg'ona shahridamiz, aka-ukalar. Mebelniy sexga kelganmiz. Kommentariyani yozib, aka-ukalar, adreslar qilib turasizlar. Aka-ukalar, biz videoni boshladik unda, aka-ukalar. Qo'llab-quvvatlab, bittadan like bosib turasizlar, aka-ukalar. Shep tuzumisiz. Qaysidan boshlasak ekan? Mana undan boshlayveraylik. Sartaroshning stolimizdan, kreslodan. Bu narxi nech pul? 900 ming. Bu rezbalisi, ha? Ko'tarilib chiqarilaveradi, ha? 900 ming so'm ekan, aka-ukalar. Sartarosh aka-ukalarga jo'natib qo'yasizlar. Xo'p, mana bu stollarimiz-chi bular? Bunisi 150 ming bunisi. Mana ular-chi? 150 mingdan 160 ming, 250 ming, pullas ketaveradi shunaqa. Mana ofisni stollar-chi bular, komplekt nech pul? 2 kishilik komplekt 2 million. 2 kishilik komplekt 2 million. 6 kishilik ise 4,5 million. 6 kishiligi 4,5 million. Mana ularning nimaga edi bu? Loft stol. Ha, buchi? Ular gulga, kitobga. Ha, gulga, kitobga. Silash. Ha, hali tayyor bo'lgan yo'q-a? Tayyorlari ham bormi? Ichkarilarda. Endi. Xo'p, aka-ukalar. Mana ularimiz ayol kishilarga nimaga edi bu? Barni stol. Barni stol. Go'zallik saloniga ham ishlayveradi bu. 240 ming so'mdan. Bularimiz-chi? 850 ming. 850 ming. 850 850 mingdan 900 ming, 1200 1 million 200 ming. Ko'tarilib tushiriladi-a bular. Damkaratli. Xo'p. Dalshi ketamiz, aka-ukalar. Mana ularimiz-chi bular? Buni nima deb qo'yardi? Ha? Komod. Komod 900. 1 million bu, 900 ming pastidagi. Bularimiz-chi? 650 ming. 650 ming. Uylarga juda mos ekan, aka-ukalar. Tumbichkalarimiz bor ekan ana. Tumbichka nech pul? 550. 550 ming. Tepadagilarchi ular ham sotiladimi? Ular 750 ming. 750 ming. Aka-ukalar. Mana uchi bu kompyuterni stolmi? Komplekt 2 million. Komplekt 2 million. Aka-ukalar, kompyuterni qo'yib, xolosalar kompyuter, xolosalar dars qilsalaring ham bo'laveradi, aka-ukalar. Bular ham xuddi shunaqa ekan, ha? Yo, narxida farqi bormi? 1 million 800 ming, 1 million 600 ming. 1 million 600 ming 2 kishilik. 1 million 800 ming. 1 million 800 ming mana 2 kishilik. Kitoblarni qo'yib, suvenirlarni qo'yib. Mana ularimiz-chi bular, termolarimiz. 1 million 400 ming, 1 million 400 ming, 1 million 700 ming. O, Nargischi uchinchisi. 1 million 400 ming bu ham. Dastavkalari bor, ha? Shahar ichi dastavkasi bor. Shahar ichiga dastavka bor ekan, aka-ukalar. Mana bu divanni so'ramadim men. Mashinaga o'zim ham qiziqib qoldim. Ularimiz nech pul? Ugalok stoli bilan birga komplekt 5 million. Ugalok. Mana ustoli mana bo'lsa, 5 million. Yo kami bormi? 4 million 700 ming qilib beramiz. Shahar ichi dastavkasi ichida. Do'stlar, biz nomimizdan chiqsalaring 4 million 800 mingga dastavkasi ichida qilib berishadi, shahar bo'yi ichiga. Spalni bo'ladi. Ha, bu spalni bo'ladi, mana o'zi. Ham spalni ham Ko'tariladi. Ha, bo'ldi. Zo'r narsa ekan bu ham. Xo'p. Mana bu nimalarimiz-chi? bunisi 1 million 800 ming. 1 million 800 ming. Bu nima endi? Nima deb qo'yadi buni materialni? Koja. Eko koja. Bunisi ham shunaqami? Material. Bunisi material. Narxini qancha dedik? 1 million 800 ming qilib beramiz. 1 million 800 ming, aka-ukalar. Ha, bularimiz-chi? Uchalasi bir xil ekan bu, pashti. Bunisi 2 million 400 ming machalka. Keyingisi prujinali 2 million 800 ming. Keyingisi ham oddiy machalka 2 million 400 ming.
Bu ispanli bo'lmaydi, ha bu? Bo'ladi. Ispanli bo'ladi. Ispanli bo'ladi. Uchalasi ham ispanli bo'lar ekan. Do'stlar, aloqaga chiqarsizlar. Mana u nima deb qo'yardi buni? Dam olish uchun zo'r narsa ekan. Bu kreslomiz nechi pul? 1,9 million. 1,9 million aka ukalar. Joyimiz ichcha tor ekan. Ko'rib bora olasizlar. 1,9 million. Kami bor, ha? Mana bu tomonda mana sartarosh aka ukalarga turidan bor ekan. Ular narxi har xilda endi, ha? Konkretli bular 1,8 million. 1,8 million. 1,8 million. Bular-chi? 2 million bu. 2,300 million. 2 million 300 bunisi. Mana o'zichi mana o'zi. 180 dollar. 180 dollar ekan opa singillarga. Go'zallik saloniga. Bunisichi mana o'zi. 250 dollardan 300 dollar. Bu ham damkaratli, ko'tarib tushiladi. Xo'p. Ha, mana ularchi bu ikkita bor ekan yana. Narigisi 270 dollar. Bunisi 380 dollar. 380 dollar. Bu ham ajoyib ekan. Aka ukalar. Bularimiz-chi bu kreslolarimiz. Bir kishilik ha bular, ha? Narxi necha pul bo'ladi? Komplet 5,5 million. Komplet ana stoli bilan, ha? Stoli bilan. Narxi qancha dedingiz? 5,5 million. 5,5 million. Xo'p, bu tomonda mana universal kreslolar bor ekan aka ukalar. Sartarosh ukalarimizga. Mo'ykasi bilan. Bu narxini ayting endi. Nech puldan nech pulgacha? Bular o'zimizda chiqadi 250 dollardan. 250 dollardan. Qolganlar hammasi Xitoyniki. 350 dollar, 330 dollar, 300 dollar, 350 dollar. 350 dollar. Bunisi 300 dollar, ha? Mo'ykasi ichida. Ukalar. Kami bor, ha? Bor. Kami bor ekan. Mana ular ham o'sha sartarosh ukalarimizga ekan, ha? Aka ukalarga. Svet yonar ekan. 1,8 million ekan. Svetlar sensorli dedingiz, ha? Bunisi mana o'zi. 950 ming. Bunaqasi ham bor ekan ajoyibidan. 550 ming. Bunisi mana sartarosh ukalarga 650 ming. Zo'r narsa ekan. Yetalab yuraverasiz. Kalitlisi ham bor. 1,600 ming. 1,600 ming qulf kalitlisi. Xullas aka ukalar, asarti juda ko'p ekan bu yerda. Yosh bolalarga. Mana bu qanaqa kreslo bu? Stomatologniki. Tish doktor aka ukalar bo'lsa mana. Nech pul bu? Kreslomiz 280 dollar ekan aka ukalar. Asarti juda ko'p ekan. Massajni nimalar bular, kravatlar. Kravat dedi, nima deydi? Bular nech puldan? Bular 850 ming, narxi 750 ming. 850 ming, 750 ming. Ofisni stollar bular, ha? Bular nech puldan? 1,200 mingdan mi? 1,200 ming. 1,300 ming. 1,300 ming. Bu metaldan ekan, ha, temir. Bunisi 900 ming. 1,400 ming. Asarti juda serob ekan aka ukalar. Mana bu kompyuterni stollarchi. 1,5 million. 1,5 milliondan tanlab olishi bor, ha? Rangini xohlagan tanlab olinaveradi. Qorasidan, yashilidan, ko'kidan. Hamma rangidan bor ekan aka ukalar. Stul ofislarga, go'zallik salonlariga izlab yurgan aka ukalar, opa singillar bo'lsa, nomerlarni qo'yamiz, aloqaga chiqarsizlar aka ukalar. Mana bu kresloni bitta so'rab qo'ying narxini. Bular nech puldan?
Ajoyib ekan aka-ukalar. $1 million 800 ming. Ikki xil sveti bor ekan, buni ham. Do'stlar, bu tomonda ham bor ekan. O'ta serob ekan. Aloqaga chiqarsizlar aka-ukalar. Do'stlar, manzilni yana bir qator tushuntirib o'taman. Farg'ona shahri, Yoshlik ko'chasi. Vokzalning yonida ekan aka-ukalar. Bilganlar biladi. Nomerlarni ham qo'yamiz, aloqaga chiqarsizlar aka-ukalar. Asarti, siz izlagan, bilmagan narsalar hammasi yerda bor ekan aka-ukalar. Nomerlarni qo'yamiz, aloqaga chiqarsizlar.